Assalomu alaykum qadrli talabalar. Bugungi mavzumiz birinchi mavzu falsafa va uning jamiyat hayotidagi roli deb nomlanadi. Mavzumizni boshlaymiz. Demak, rejadan boshlaymiz. Rejamiz falsafa adabiyotida kelib chiqishi, mazmuni, falsafa shakllanishining asosiy bosqichlari, dunyoqarashning mohiyati, tuzilishi va tarixiy shakllar, fan ilmiy dunyoqarash shakli, falsafa fanning o'zaro mutanosibligi va farqi. 4-rejamiz esa falsafa fanining predmeti, jamiyat hayotidagi roli va funksiyalari. Demak, birinchi masalamiz shundan iboratki, falsafa so'zining ma'nosi qayerdan kelib chiqqan degan bir savolga javob topamiz. Xo'p, falsafa so'zi yunoncha filosofiya so'zidan kelib chiqqan, ya'ni filo sevgi, biror narsaning ortidan qolmaslik, izlash, tadqiq qilish, doimo ta'qib qilish degan ma'noda keladigan bo'lsa, sofos degan so'z donishmandlik yoki donolik ma'nolarida keladi. Xo'p, endi asosiy bir masala borki, inson sevgan narsasining yoki yaxshi ko'rgan narsasini har doim ta'qib etadi. Har doim orqasida bo'ladi, har doim ko'z o'ngida bo'ladi. Shuning uchun yunon tilida, ya'ni filo degan so'z ta'qib qilish, izlash, tadqiq qilish degan ma'noda ham keladi. Umuman qo'shib tarjima qilganda bu ikkita so'zni donishmandlikni sevish ma'nosi sizda qo'llaniladi. Ya'ni donishmandlikni sevish, donolikni sevish va hokazo degan ma'nolarda ham keladi. Bu so'zni birinchi bo'lib qo'llagan olim Pifagor hisoblanadi. Pifagor rahmamiz maktab darsliklaridan ham bilamiz, eshitganmiz, ayniqsa geometriyada, uchburchak teoremasidan. Xo'sh, falsafa bu hech bezmasdan yoki bo'lmasam kelingi charchamasdan doimo bilim yo'lida bo'lish degan ma'noda keladi. Ya'ni bu yerda biz uchun muhim bo'lgan hikmat tushunchasi ham bor. Bu ham donishmandlikni qidirishni anglatadi. Falsafa bu bir yo'l hisoblanadi. Bu bir haqiqatni izlash jarayoni desak adashmagan bo'lamiz. Haqiqatni, hikmatni qidirib doimo yo'lda bo'lgan insonni filosof yoki faylasuf deyiladi. Har bir faylasufning falsafani anglash, tushuntirish va mavzularga yondashish shakli bor. Ya'ni ular turlicha yondashadi. Buning sababi har bir faylasufning farqli bir madaniyatda ulg'aygani, farqli qadriyatlarga ega ekanligidir. Shuning uchun har bir faylasuf farqli madaniyat va qadriyat nuqtai nazaridan yondashadi jarayonlarga va hodisalarga. U holda faylasuflarning falsafiy fikrlari nimadan ta'sirlanadi yoki ilhomlanadi degan savolga hech ikkilanmasdan madaniyatdan desak adashmagan bo'lamiz. Tashqi dunyoni anglash usuli eng ochiq tushuntiradigan tushuncha bu fenomenologiyadir. Bu har bir shaxsning tashqi dunyoni nega bir-biridan bunchalik farqli anglashini tushuntirib beradi. Xo'p, faylasuflarning falsafaga bergan ta'riflari. Har bir faylasuf falsafaga turli xil ta'rif bergan. Misol uchun, falsafa bu insonning nimalarni bilmasligini bilishdir, Suqrot. Bilishning qanday sodir bo'lishini o'rganishga intilishdir, Kant. Borliqning ilk asoslarini tushunish va tushuntirish, Aristotel. Falsafa bir tafakkur maydonidir. Bunday qaraganda falsafa tafakkur maydoni. Shunda bir insonning erkin tafakkur yuritishi uchun yoki tushunchalarini ifoda eta olishi uchun bag'rikenglik muhiti, erkin fikrlik muhiti va o'zaro ta'sir tushunish, ya'ni insonlar bir-birini tushunishi lozim. O'zaro tushunish va ta'sir, bag'rikenglik, tafakkur, boshqa fikrlarga hurmat bo'lmagan yerda falsafaning shakllanishi, rivojlanishi, tarqalishi
mumkin emas. Miloddan avvalgi 6-asrga qadar falsafiy tafakkurga bog'liq amalga oshirilgan ishlar haqida masalan yunonlar bir misol keltira olmaymiz. Chunki yunonlardan tashqari 6-asrga qadar misol keltira olmaymiz, chunki u haqida bizda ma'lumotlar yoki yozma yodgorliklar kam uchragani uchun yo'q ham deya olmaymiz, misol ham keltira olmaymiz. Buning sababi miloddan avvalgi 6-asrga qadar mifologik tafakkur asosiy planda edi. Ya'ni biz shunday deb tushunamiz, chunki bizgacha faqat miflar yetib kelgan. İlk aqlga tayangan falsafiy tafakkur Ioniyaning Milet shahri bilan bog'liq. Bu shahar tijorat shahri edi. Tijorat shahrida esa falsafiy tafakkurning rivojlanishi uchun lozim bo'lgan barcha shart-sharoitlar mavjud bo'lgan. Savdo shaharlaridagi qo'shnilar va boshqalar bilan olib borilgan savdo aloqalari yangi madaniyatlar bilan tanishishlarga sabab bo'lgan. Tijorat bu faqat mol olish berishi emas, bu madaniyat, til, tafakkur va boshqa narsalarni ham olib berishidir. Shunday qilib falsafa tarixida ilk faylasuf bu Fales, ya'ni biz biladigan faylasuf bu Fales hisoblanadi. U borliqni aqliy jihatdan tushuntirib bergan, borliqning asosiga esa suvni qo'ygan. Falsafaning asosiy mavzulari. Demak, birinchisi borliq falsafasi, ontologiya. Keyingisi bilish falsafasi, gnosiyologiya yoki epistemologiya. Keyingisi qadriyatlar falsafasi, aksiologiya. Va bundan tashqari ko'p falsafaning boshqa sohalari ham bor. Asosiy sohalari bu yoqda to'xtalib o'tdik. Falsafaning maqsadi hech qachon hamma narsani bilish va bunga da'vo bilish emas. Hech qachon bunga da'vo ham qilmaydi. Buni da'vo qilib insonlarni chalg'itishga harakat qilganlar esa o'zlari to'g'ri yo'ldan adashdilar. Misol uchun sofistlar singari. Falsafaning maqsadi har narsani surishtirish va savol berishdir. Uning maqsadi hikmatni bilish emas, hikmatni bilish emas, hikmatga yo'nalmoq, uni qidirish hisoblanadi. Tanqid qilish, savol berish orqali hikmatga yo'nalish mumkin. Har narsani o'rganish va bilish uchun insonning vaqti yo'q, uning umri yetmaydi. Ammo inson haqiqiy bilimga erishishi uchun umri davomida izlanishi, surishtirishi, tanqid qilishi, savol berishi va tafakkur qilishi lozim. Demak, maqsad hikmatga erishish emas, unga yo'nalmoqdir. Falsafaning xususiyatlari. Demak, koinot, ya'ni borliq va inson bilan bog'liq bo'lgan barcha masalalar uning mavzusidir. Insonni va borliqni anglash, aql yuritishdir. Demak, falsafa aqlga asoslangandir. Falsafada javoblardan ko'ra savollar muhimroqdir. Savol berilgan yerda tanqid ham qilinadi. Tanqid va savollarsiz esa haqiqiy bilimga erishib bo'lmaydi. Har bir faylasufning tushunish va tushuntirish shakli bu uning madaniyatiga, nuqtai nazariga va qadriyatlariga bog'liqdir. Demak, falsafa ko'proq subyektiv xususiyatga ega. Agar fikr subyektiv bo'lsa, demak u mutlaqlikdan yiroqdir. Shuning uchun ham falsafada har qanday fikr tanqid qilinishi mumkin. Shunga qaramay, falsafa tizimli va garmonaldir. Chunki falsafa ham aqlga tayangandir. Falsafa hamma tomonidan bir xil tushunilmaydi, bir xil anglatilmaydi. Chunki har bir inson narsa va hodisalarni turlicha tushunadi va tushuntiradi. Bir xil tushunish xususiyati ilmiy bilishga tegishli. Matematika, fizika, kimyo va hokazo. Falsafaning boshqa sohalar bilan aloqasi. Falsafaning ilmiy bilish bilan aloqasi va farqi. Falsafa subyektiv, ilmiy bilim esa obyektivdir. Ilmiy bilim bor, ko'rib, sezib bo'ladigan narsalarni o'rganadi. Falsafa faqat bo'lmaganni emas, bo'lishi kerak bo'lganni ham o'rganadi.
ilmiy bilim